ertaga o'yindan keyin $100 ishtir kartasiga tashlab beraman. Ertaga o'yin kutayotgan bo'lsangiz kerak oshna. He, albatta, oshna butun O'zbekiston xalqi 34 yildan beri kutayotgan o'yin bu. Ko'rasiz oshna, ertaga 2-1 shot bilan aniq g'alaba qozonib beraman. Nima deyapsiz oshna? 1-0 bilan yutamiz xudo xohlasa. Bilmadim oshna, jikcha ko'nglim sezyapti-da, shu bitta gol o'tib yuborsak kerak-ku. Obunachilarimizga qo'yib beraylikmi yog'ini? Bo'ldi, nima qilamiz unda? Shu videoda hozirda o'zida postga joylayveramiz. Oldindan to'g'ri javobni birinchi topgan odamga ertaga o'yindan keyin $100 ishtir kartasiga tashlab beramiz. Bo'ldi, kelishdik unda. O'zbekiston!